Assalomu alaykum. Xudo xolasa bizga yangilik apparatimiz keldi. Chip tuning degan. Shu apparatimiz, yangi kelgan apparatimiz. Bu narsa chip tuning deyiladi. Kuluvchi kompyuterga ulaganimizdan keyin Gentra, Nexus Cobot'larni miyasidagi programmani polni o'zgartirib, tayyorlab, programma qilib yasaymiz. Mana shu apparat shu programma yordamida shusiz ishlamaydi. Xudo xolasa shu bilan ishlarimiz ancha yengillaydi. Ishlaydi ham mashinada yaxshi tortmayotgan bo'lsa, yaxshi yurmayotgan bo'lsa, ponni tayyorlab, mashinadagi programmalarni chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Shu apparatimiz yangi aktivatsiyalari bo'lyapti. Ponni bo'lgandan keyin qanaqa ishlaydi ko'rsatamiz sizga. Apparatimizni ulab ishlatib oldik. Xudo xolasa mana ochildi. Parametrlari Cobalt mashinamizni programmasini ochib olganmiz. Bu yerdan ponni nastroykalarini o'zgartirib, xudo xolasa ponni kerakli joylarni qoldirib, ko'p holatlarda kerak ishlamaydigan va keraksiz datchiklarga ochib berib oladi. Shularni ponni o'chirib, xudo xolasa chiroyli qilib ishdan bitirib beryapmiz. Bu akamiz ham yangi apparatimizda. Xudo xolasa sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar, ishlarni chiroyli qilib, sifatli qilib bitirib berishga harakat qilamiz.